Instagramda o'zimning magazinim bor, kiyimni sotaman, lekin ularni qanaqa videoga olishni bilmayman. Menga shunaqa SMS kelibdi. Bugun 4-darsimiz. Bugun biz uy sharoitida kiyimlarimizni yoki umuman detallarimizni videoga olishni o'rganamiz. Videoga mana shu ko'ylagimizni olamiz. Menda eng normalniy veshelka bu oq veshelka ekan. Estetik narsadan foydalanishga harakat qilamiz. Bu o'zimning ko'ylagim. Mana bunaqa detallari borligi uchun buni tanladim va bunga mos ro'mol tayyorlab qo'ydim. Mana ko'ylagimizni kravatni ustiga yoyib oldim. Mana atrof shunaqa ahvolda, lekin buni tegi oq fonda. Endi biz agar buni shunaqa qilib turib, mana ko'rpani yopdim. Bitta kadr, keyingisi yaqin kadr. Agar qo'lingiz umuman tushishi mumkin emas bo'lsa, shundoq. Agar qo'lingiz tushishi mumkin bo'lsa, videoda mana qo'lingiz bilan ushab, yenglarni ko'rsatib berib, krupniy kadrda yenglarni olamiz. Keyingi kadrda sal teparoqdan o'rtasidagi tugmachalarni olamiz. Iloji boricha video bilan ishlayotganda 2x dan foydalanishga harakat qilamiz. Shunda videomiz chiroyliroq chiqadi. Bu videoni olish uchun bizga hech qanaqa studiya ham boshqa ham kerak bo'lmaydi. Hattoki shtativimdan ham foydalanmadim. Shunchaki o'rinning ustini однотонный fon bilan yopishga harakat qildim. Mana hozir buni tegi dasturxondan foydalandim, lekin bunda rasm ham bemalol qilib olsa bo'ladi shu ko'rinishda. Yengini alohida rasm, bu joyini alohida rasm va videoga o'sha joylarni ham qo'shib yuborsa bo'ladi. Butun uzunlikda, masalan, manikeningiz yoki veshelkangiz bo'ladigan bo'lsa, yoki o'zingiz ustingizga kiyib, oynada yuzingizni yopib, to'g'ridan turib rasmga olsangiz bo'ladi.